Ha bu Zaynat akam otam, bu Zaynat akam otam bo'lmaydi. Zaynat buncha bo'lmaydi. Mana tez kelmasak bo'lmaydi. O'zingiz bir Yozuvchiga kelibdi. o'zingiz bir ko'ngillangani otam, o'zingiz bir yaxshi bir ko'ngillangani qanday bo'ladi? Qani o'zingiz bir ringini o'tkazgan yoqdimi yo'qmi ko'ngil nima deyapti otam? Qayerdan sen o'zi? A? Qayer? Ha? Jizzax. Jizzax qayerdan? Voy, qizimdan men. Shahardan. Oramdanmi, qayerdan? Yorimdan emas, Sidovadaman. Ha. Qo'shni kampir bor deydi. Ya Madli rostdan, sen ham ersiz yuribsan shuncha yildan beri shu otamga bir ergatay, bor mulki senga o'tadi. Ro'za tutdingizmi? Og'zimni yopib efir ochdim hozir. Ya og'zi Nima be? og'zi ochiqni olday boramiz. Tushdir bo'ldi. Biz aylanaylik qani, og'zi ochiqni qidiraylikchi. Ana emasam, ana. Shoshmabdi. Zo'rda shum gapirlardan topib beryaptimga. Shunday qilay. Jessica bor ekan, Jessica. A Jessica qochib ketdi hozir. Ota qo'shni davlatdan bo'lsa ham bo'laverami? Qochib ketdi. Ota Hristiyan o'ldi. Ye. Uyat deydi. O'risdan ham mana bitta, o'risdan. Madi tushdir. Mana yerda hammasi yozyapti menga, uyat bo'ladi deydi. Kampir izlasam uyat bo'ladimi? Ой, нет. Опять ты, Сардор. Как дела? Сардор, опять? Хорошо, твои как? Я нормальный. У меня дедушка, бабушка, дедушка, говорю тебе. Baba, buringni oling mana, zo'rdan topdim. Как тебя Что звать? дедушка говорил? Сардор, как дела? Нормально дела. Дедушка говорю у тебя. У тебя сосед, масед нету? Дедушка? Что дедушка? Здравствуйте, дедушка. Что? Привет. Сосед, масед? Есть сосед, масед? Вот. Найдешь меня? Есть сосед. А зачем вам сосед? Вот, Вам я невеста хотел нужна? Жениться захотел. Yaxshi А вы жениться o'tirib. хотите? Да. Ну найдем вам, не переживайте. Что Вы хотите невесту? Ну там параметры. Чтобы была рождался, да, она? Рожать. А вот красивая, чтобы была, не надо там. Душа, чтобы у нее была хорошая. Kim dedi? Что тug'ilgan kerak? А? Не понял. Давайте вам другую невесту. Вот вам Сардор невесту найдет. У него много девчонок знакомых, да, Сардор? Сосед есть. Ты сказал, сосед есть. Камприю. Сосед есть, я вам потом покажу соседа. Может, понравится вам сосед. Baba, bu o'zini olsa boshqasini topib beraman. Nima deyapti? Qarrag'idan top, qarrag'idan toza tentani chiqaraman hozir. Qochiring ha buni. Yo. Buni qochiring. Сардор, ты что там делаешь? Ikki o'z gapiramiz qochadi. Ты что там? Baba, bitta o'qing qochib ketsin. Yo'q, ona bo'ladi. Ko'zi ketsin. Xonim, Yasmin xonim, Turkmanistonda? Здравствуйте. Как дела? Да, Девочка. да, Туркменистан. А это баба, дедушка Да, туркменистанский. Это туркменистанский человек. Откуда ты знаешь? Не обманывай, Сардор, я тебе не верю. Здравствуйте, дочечка. Как ваши дела?
Сардор, я тебе не верю. Ты обманываешь. Ну что, найдешь Вообще не думаю, что ты военный. Соседка там. Найду соседа. Вы мне время дайте, я вам соседку найду. Какая вам соседка нужна? Чтобы Баба, рожать меня могла, откуда? и все, больше не... O, hamshirada top beraman deyapti. Давай, top. Yaxshi ekan. Ай, Сардор. Meni Devishga, o'ta yobir bobo. Я что-то не стала. Как у нас? Когда познакомишься с соседом, а? Завтра. Я вот завтра вас с соседом познакомлю. Сейчас познакомиться. Какой Точно? сейчас? Что это, бюро находок невесты, что ли? Да, точно. Звони. Ну, соседи, звони сейчас. Она сейчас спит. Я спит? завтра вам ее покажу, хорошо? Bobo, sizga spitim Спит, уже поздно же у нас. Поздно? Она Как спит, поздно? дочечка. Да, сейчас. Gaz yemekçi koy. Сейчас. Gaz yemekçi koy. Ne oluyor? Nima deb gapiryapti bu? У нас утро сейчас. Пол седьмого утра. Yo. Она поднялся уже. Все, проспал. Приятного аппетита. Ты кушай, я с дедулей сама пообщаюсь. Ah, Все спят Ой, в такое время ну, еще. Спасибо. Pardon. Большое. Assalomu alaykum. Yaxshi. Rahmat, o'zing yaxshimi? Kayfiyating yaxshi. Nima jo'qolib ketdingiz aka? Otam? Спасибо, ты как? Nega ko'rinmay ketding o'zing? ota tanishmisizlar bu bilan? Ha. Спасибо. Bilan tanishmiz-ku. Ну, что ты права. Tanishmasimisunmi? Как вас зовут? Ha? Нет, я из Tanimayotganimizmi ota? Туркменистана, из Ашхабада. Ha, tanimay turgani bu qarroqlardan bitta topsalaring bo'lmaymi? Boboy toza avara bo'ldi-ku. Bobo, menda hammasi yoshlarda uy kuysin. Bitta qari kampir bor edi, u qochib ketyapti sizni ko'rib. Yo, Mashq qilsam bo'lmaymi? Qarang, guldek. Ota, Sardor og'zingizni yoping, tushundingizmi? Qizam bo'lmayman. Hozir men sizga kampir topaman. Aha. Otani qo'tag'ini soyasida kun kechirasan deyapman. Yomon gapirayotganim yo'q-ku. Видите, мне что он говорит? Я не понимаю, что со мной Yattis говорит. qursin. Shunday ro'zada ham shunaqa molga o'xshab gapiradi bu. Insofi yo'q. Луна, здравствуйте. Вы Москва. по-русски говорите? Nosqima, jondugul. Nosqima, Ota, jondugul. siz hali xotin topmadingizmi? Yo'q. Значит, sizda bir nima bor-da, otam. Bir nima bor. Nima qochib ketyapti? Nima qilsam bo'ladi? Qochib ketyapti. Qochirmang. Qochib ketyapti. Menda bir ish yo'q. Nosqima shunday otaga, Chidayapman, qochib ketyapti. Bir narsa Aylan. bor-da, turmaydimi bir narsada? Video qo'ydim, $5000 beraman dedim. 3 oy chidab bersa, $5000 beraman dedim. Pulga uchmaydi. Ota turmaydi Qancha pul bo'lsa deyapti. ham turmaydi qizlar hozir. Turmaydigan bilan yashamaydi. Меня Сардор не научил Ana туркменскому. Sardor ham uylana olmayapti-ku, qancha qizlar qaramayapti-da bunga. Turmaydi-da. Учила чтить. Меня Сардор научит узбекскому. Я только знаю, что он говорит постоянно харом, и все. Харом. Otanikini ko'rganda gapirmanglar. Otani qo'tag'i barabalis kantina dedilar. Ha, siz А что ko'rib ты не говоришь? Hozirgi yosh bachalar 2005-2000 dan tepadagi palaq davlat borku, bittani tuzuk epilab urolmaydi. Otadan so'ragin, hozir ham 5 ta uradi. 100% javob beraman, kafili bilan. Qachon urdi sizni? So'ragin, borsang seni ham bir urib qo'yadi. So'ragin deydi. 100% Переведите, gapiryapti пожалуйста, что он bilganda. сказал специально узбекский. Eski Yo, odamlar ты мне bilan переведи, o'ynashma. Sardor. Bu odamlar voy, buyuzda ami turing, kallasiga qo'tag'im, ya urcha ne знаю, qo'tag'i yapsin bu yerda, shimildirib. Как ты врешь, ты по-русски хорошо разговариваешь. Ota, men sizga topgandim-ku. Ты прекрасно на русском Ya urcha ne разговариваешь. знаю.
Ay, yaqindan tanishtirmading Ya, sen. baribir. Yaqin. Hozir men qiz boshqa tushsa uyga. men sizni tanishtiraman. O'tiribdi как раз efirda. Malades. Voyinni Девочка, pошел. bay-bay. Bobo tushuntiring, ota menga Пока. ayting. Paka. Пока. Ha, ketdi. Olib kel. O'tiring. Zo'r odam bilan tanishtiraman sizni. Yo. Assalomu alaykum hammaga. Mayli, so'rashib ketaqay, mayli. Ketaman. Qaraslar men bobidan Sardor to'at men onamdan. Men razm bir xarraqdan tortinglar. Bir gapga tutayin uni. Menga qara, bir 30-40 yoshli qizlardan ular, nima qilasan yosh qizchalar ular, yirtiq. 30-40. Ha. Asli bo'lardi, lekin asli efirda emasdi. Aytdim. Tamam, aytdim. Buchi? Ha, tamam. Hozir. Hozir kelib ketdik-ku bu. Bo'lmayman. Hozir kelib tushunaveray. O'zlaring topinglar, ota. Bittasini ushlang, dakansa ushlang, mahkam ushlang. Qo'rqib qochib ketyapti-da. Otani qo'tog'iga ikki qo'llab mahkama osilib olinglar, $5000 pul berib. Ota, qo'rqatda sizdan, Nega qo'rqmasin, men ham odamman, Yo'q, seni ota bular. Bular ham odammi, bular ham normalniy jossa emas. Ota, men sizga zo'rdan ular beraman. Shoshmang. Привет. Здравствуйте. Как дела? Привет. Все хорошо у вас тут? Моя, как дела? Все хорошо, все прекрасно. Ой, молодец. У вас как дела? Ой, мне хорошо. Сколько лет тебе? 20. 20? Ой, доченька моя. Вообще молодая ты. Еще да, еще молодая. Qarab turing, bu aldab chiqadi. Зайки, подавайте 2 раза по экранчику. Ты откуда? С Украины. Украина. Bu qochsin, o'lib ketasiz Ukrainada urush purish. Что ты там говоришь? Daydi o'qitib qarab o'tirmang. Ты замужем? Нет? Или? Нет, 20 лет. Какой замуж? Я еще молодая. Ой, уже пора тебе. 20 лет. Че? 20 лет, я еще молодая. Нет, пора уже. Че? Мужик не нашел? Че? А? Да не, нету мужика. Ой, найти надо. Да, Быстрее. чтобы я жениться. Boshqa bo'lmaydi. Привет. Bu ham yoshlarda. Sen sarda qarilardan topyapsan. Ota, meni o'zim yoshda, menga yoshlari bor-da. Qarilari endi bo'lmaydi-da menda. Ovozing to'g'ri. Вы невесту себе ищете? Да. А у тебя сосед нету? Соседа, мама только есть. Onasiga uylaning. Мама есть у тебя? Ну, конечно. Вот в соседней комнате. А папа? Папа, ну, есть, но для меня его нету. Вот только любовник, маму, да, есть? Нет, мамы любовника. Mana, Ну, я буду. А теперь я буду. Dina. Dasha. Твой брат узбекистанский олигарх номер 1, самаркандский миллиардер. Вау. И что? Там спокойно разговаривает. Окей? Да я спокойно разговариваю. Окей. Что я говорю? Спокойно разговариваю. Endi chiroyli gapiravering. Я еще ничего не говорила. Ты дашь маму мне? Не, мама отдыхает. Ты дашь маму? Мама отдыхает. Она после работы только пришла. Adang qizi qanday chiroyli. Ota qizi qanday chiroyli. Onasi bundan ham chiroyli bo'ladi. Вообще. Zo'r bo'ladi-da. Onasini yedi yo'qmikan?
Yo'q ekan, yo'q ekan. Bitta nosimni aytaman, mayli 2000 berdim. А? Мама не хочет замуж? Мама не хочет замуж. Точно? Точно. А ты откуда знаешь? Она может хочет. Не хочет. Это что? Ну как соль. Желание. Voy hamon, tezla nima qilib? Конечно. Конечно. Уходи. Уходи, Даша, уходи. Astagfirullah. Пишут, дедушка миллионер. И что, ребят? Да, с Сардором на желание. Да, с Сардором на желание. Сардор, а ты помнишь, как ты слился? Nima deyapti ota? На желание, помнишь, мы с тобой играли, Сардор? Yana jilani keldi. О, ты на желание играл? Мы... Oldin ham o'ynagan ekansan-ku, oldin ham o'ynagan ekansan-ku bu bilan, ha? Gap bermaysiz video. Сардор, нет, мы с тобой же играли на желание. Мы с девочками потанцевали, а потом ко мне зашли, затопили. И ты пропал без вести. Сардор. Ой, ой! А кто такой? O'ynagan deyapti. Смотри, не знаю, не знаю. O'ynagan deyapti. Сардор, не помнишь такого? Voy, ota, buni figurasini qarang. Mana figura. Ana figura. Ah, esiz yoshligim. Esiz yoshligim. O'tdi ketdi-da. 25 yil Rossiyada o'tib ketdi meni umrim. Ey, vaqtingiz sog' bo'layin. Voy. Kuladi. Сардор, выполняй желание. Желание ты должен мне. Помнишь? Да, все хорошо. Qani? Ne keldi men? Bir marta to'yib suv ichib olay. Ну, сейчас. Мы же просто так играем. Bugunmi? Он говорит сейчас. Хорошо, все. Говорит. Я чуть не понял. Senga bir kishini anovsini tashlab qo'ygandim-da, Sardor. Bir qiynalgan anov bor edi, shunga bir yordam qilib bersang edi. Aytaverdinglar. Сардор, ты аферист? Eshityapsanmi, Sardor? Eshityapman. Ha, bobo eshityapti. Shu bir anovsini tashlab qo'ygandim, bir yordam qilib bersang edi-da shunga. Bugun necha bugun? Bugun necha chislo? Bugun 20. 2 kun qoldi bu. 2 kun qoldi, 2 kun. Только номер. Да, да. Ko'rib chiqdingmi o'zi, ko'rdingmi? Tashlab Endi qo'ygan. ko'rib chiqishga otam vaqtim yo'q-da, juda ko'pchilik taylaydi-da. Разыграю. Mana endi og'zni yopib oldik, endi plastik qilmaymiz, endi suv kelmaymiz iloji bo'ldi. Ro'za ochilib ketmaydi endi xudo xolasa mana kunmasdan chiroq. Это с вами в чате. Заблокировать. Dashchika, А. кто говорит меня? Говорят, Что что ты миллионер. Нет, это миллионер. Так пишут. Ko'tlar jimgina qisib o'tiringlar, gapni gapga qo'shmanglar. Biz gapiryapmizmi, sizlar borib jubkarchilik qilmanglar, chaqimchilik qilmanglar. Bu tarafda yozyapti-da. Jimgina o'tiringlar. Nima qilasizlar, Nabarat o'zimizda O'zbekistonda odam bo'lsa, bor urushga yo'millasizlar, Jimgina o'tirsanglar bo'lmaymi? Qisibgina bitta joyda. Bo'laveradi. Ya Allah, mana yapib oldik. Макс, спасибо. Ha, shunday. Otam bu qiz bo'lmadi, ko'nglingizga yoqmadi. Ya bu juda anavda, nevaram ekanda, tanim nevaram ekanda, nevaram. Lekin begorasi. Narsini berganda bo'laydi, narsini.
Yo'q deyapti-ku, yerasim yana yerga bermayman deyapti-ku. So'kiyorum so'kiyorsun. Va bular joyim kelmayib qolib so'ksin. So'kiyorsun, nima qilay? So'kiyorsun. Kim so'kayotgan bo'lsa Xudodan topib ketaveramiz. Ro'zada o'tiribmiz, ro'zada, og'zim ro'za, hozir ularni so'kishi ham yo'q bular. Ma olyapsizlar sizlar. Bo'ladi. Arina. Я хорошо. Lekin Lekin buni onasini agar otasi bo'lmasa borku, yigitda bo'lmasa, buni otasi bo'lmasa, onasi ham xuddi o'zidek chiroyli. aytdi, yo'q dedi, Lyubovniga borma dedim, Lyubovniga ham yo'q dedi, yenam dedi. Bo'lmasa onasini bir ko'ring. Передавать ничего не собираюсь. Если вы хотите, то можете написать там в чате. Все. Onasini bir ko'ring, qiling onasini. Onasi ko'rib bo'ldimi mana darrov? Onasini nomerini oling, onasini nomerini oling. Nima edi? Dastinkami? Dastinka. Так, спасибо большое. Dastinka. О, У мамы телефон номер дашь? не дам. Почему? Мама не дает номер свой. Ой, почему не дает? Он такой красивый, дедушку. Дедушка. Ты откуда? Я с Или мой номер запиши, отдай. Она потом наберет. Yo bir bobom, yo bir bobom. Onasini nomerini ololmayapsiz. Я вообще с Украины, сейчас нахожусь в Польше. Ребят, следите за чатом, модераторы. Ну, хотя бы это, фотографии отдашь? Сейчас покажу. Ой, мало. Как будет связаться? Для чего, Макс? Сейчас. Да. Красивый, по-моему, она. Ты красивый, мама тоже будет красивой. Я поможу тебе руку, Ты обманываешь. Это твой не мама это. Это мама моя. А в ТикТоке тоже на желание играет. У тебя мама на желание играет? Да. Позови. Заднюю камеру, покажи заднюю камеру. Да, все, отстаньте. Еще маму найдете в ТикТоке. Там мама моя. Я с ней даже стримила вместе. У тебя мама какой ник? А какая разница? Я на желание играть хочу. Не надо. Я хочу. Нет, Сардор. Дедушка хочу. Какой дедушка? Сардор. Дедушка, флеш, полностью загадываешь. Выполни желание. Какой флеш? Флеш, полностью. Любое желание играет. Дедушка играет? Да. На флеш? Она играет, я играю, вместе играем, что? Да. О боже. На какой флеш? Что ты врешь, Сардор? Флеш, конечно. Друг друга покажем. Давай ты, мама, chaqirsin, ulasin, onasini ulasin ayting. Не-не-не. Позови. Не. Мама после работы пришла, она устала. 2 часа ночи. Уже 3. 2:40. Onasi ham shartda o'ynagan. Мама на желание. 2 на 2. 2 на 2 играешь на желание. Да с тобой... Ты слился уже от меня. Что с тобой играть? А если мы сейчас опять выиграем?
Tam deyapti odam. Uxlaysan deydi? Bittasan demoq. O bobo boja bo'lamizmi deyman. Men ham bo'ydoq, siz ham bedoq. Siz onasiga, men qiziga. У тебя ёбр нету, Дашка? Что? Boja bo'layapti. Любовник нету? Любовника нету. Давай, ты, я любовник, дедушка, это твоя мама, любовник. Нет. Неприятно, да? Нет, ты... Сколько тебе лет? 22 лета мне. Какой 22? Не А ври. Тебе это 30 с копейками. 35. Ты долбоёб, что ли, я? Ты долбоёб. Ты же можешь сказки рассказать кому-то другому. 29 пишет. İşonmaydi. Да. Yozmanglar, men haqimda hech kimga yozmanglar, Gapga qo'shinglar, Вместо 7-го года. Yozyapti ularga, o'g'ma yozyapti. Bular yedi yozaverib, ota yedi. Biz ikkalamizdan baxtimizni shular buzadi. Ha, yozyapti-da. To'ppa qiz yozib, kampir topib o'tiribman sizga. O'zimga topyapman mana qizini to'g'irlab. Bular yedi boka. Onasi menga, bolasi senga boja bo'layotganmizda. Ikkalamiz boja bo'lmoqchimiz-ku. Bobom. Девочка, Босс, а я же не понимаю. Дашечка, давай играть. У тебя друг есть? Hammadan to'rpa hidi keladi, yosh qadri. Он будет отдыхать, он будет спать после работы. Она 11 часов на работе была. Окей, завтра играем. Джону. Завтра сыграем. Все, пока. Окей, бай-бай, пока. Бай-бай, пока. Ота, Шанин, Сардор, сейчас, подожди, Айлин у нас сейчас в телегу сейчас мы там общаемся будем. Ты дурак, что ли? Я исполняю желание, хочу исполнить желание. Нет, Айлин, Исполнять желание сейчас. на желание выпали нету. Сардор, ассаламу алейкум, Сардор. Алейкум Ассаламу алейкум. Айлин, давай на 2 играем, го. Давайте, Канат, сейчас я вам исполню желание. Давайте сейчас играем 2 на 2. Да, давайте. А Сардор, Кана, подождите. Сардор, вы знаете, что у этого дедушки ограничение висит? Ограничения нету, дедушка. Не бойтесь. Кольно оленганота? Я в шоке, я не знаю. Я ему объяснила, я по-человечески сказала. Ота? Желание, да, Сардор? Нет, просто разговариваю. Ота, гуригин олень mana, ey. Voy, bu ishib o'tiribdi-ku bu вообще. Qara ko'zlariga. Ну, красоты. У этого дедули 80 лет топят. А тебе Я в шоке. Я в шоке. Мне 50 лет. Мы муж и жена будем, блядь. Похоже. Сейчас мы сейчас Кана, мы сейчас с тобой будем, короче, исполнять желание 18+, блядь. Они нас оставят. Они? Слава Богу. Зеленый, ты хочешь играть, да? Конечно, хочу играть на желание. Особенно с вами. Особенно с вами я сыграю. Ты не молодая? В смысле не молодая? Ну и что? Ну я буду вам делать массаж простаты. Вы не будете это все куни делать. Я буду вам массаж простаты делать, поверьте. Охуенно делаю. Ошралась я, блядь. Вот от телевизора то, вы говорите, Мне надо переодеться будет.
С кем поют это? O guring bering, bunga guring bering. Я где-то там еще была. Вот сюда! Ой, твою мать! Ты хочешь поцеловать? Да, целуйся! Музыка закрыть, музыка. Ой, ёп ты, гадык! Я покинула. Не знаю. Ну же, давай! Ёп твою мать! Пальцы съебать. Qarang, sizga qichiq qilyapti-ku. Подписка qilib olinglar bir-birlaringni. Будем теперь так сидеть. Пошли нахуй, блядь. Ну, тогда. Нахуй. Я теперь не буду внешний вид брать. Моя мечта сбылась. Baba. Ketdik bular. Anog'i mayli ketdi. Bo'lyapmiz ha. Qandaysan jonim? Jinnimisizmi? Uni xodim bilan qo'shasiz? Sevgi yosh tanlamaydi. Balo bor bunaqa sevgiga. Kirmaga chiqamizda xudo xolisa. Birlikda chiqaylik. Jessica, Xo'p. jonim bo'lasan meni jonim. O'lay. Suyg'aygan gibi o'g'lar. 13 bilan tabriklayman aka. 13. Yo'q, yuragimda 13. Level emas. Menga hali yuragimga hech kim 50 ga chiqmaganda. Yuragingda 50 ga chiqmaganmi? Sizga kimdir chiqqanmi? Yuragingda 50 ga chiqsa nima bo'ladi? Bilmadim, xursand bo'laman. Kepkam zo'rmi? Muzikani o'chirib qo'y. Zo'r qo'shiq-ku. Dan 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 dan. Birinchi marta eshitdim. Men o'zbekcha eshitmayman. Qanaqa qo'shiq eshitasiz? Rap. Qanaqa rap? Eminem. Nmi? Eminem. Eshitaman, Diyor eshitaman. Diyor taniysan? Rahmat. O'lay. Aka, dunyo turguncha tursin. Amerikanskiy akam meni, Ulug'bek. Akam, спасибо. От души. От души, от души. Jessica. Voy. Ikkalamiz bir to'y qilaylikmikan debman. Qanaqa to'y? Menga bir uylansang bir, 2 oy yashab ko'rsak birinchi. Bir 2 oy emas,
Men uylanaman, agar uylanmoqchi bo'lsam bir 2 oymi, 1 oymi ikkalamiz bir kun kechirib ko'rsak, agar yulduzimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi qarab ko'rsak, tekshirib, keyin agar to'g'ri kelsa, shaqir-shuqir to'ylar boshlasak, birinchi bir yil yashab ko'rsak ikkalamiz. 1 yilmi? Yevropeyska. Ha, o'rtamizda bala bo'ladimi, yo'qmi? Birinchi bir yil yashab ko'ramiz yevropeyska stil. To'g'ri kelsa, bir-birimizga, yulduzimizga keyin to'y quramiz. To'g'ri kelmasa, keyin ajrashib ketaman, keyin men bolamni o'zim boqaman. Ona sherdagi bola. Yo'q, bola bo'lib qolsa to'y обязательно bo'ladi. Agar bola bo'lmasa, ajrashib ketamiz. Voy, maski. Siz menga taktikangizni qilmang, jinnimisiz? Ya rosta, sen bir chiroyli qizsan, men bir chiroyli yigitman, krasavchi. Ikkalamiz baxtli, saodatli, shirin hayot kechirib ko'ramiz bir oy. 1 yil. Qanday bo'lmaydi? No, multikcha. O'rtamizda bola bo'ladi. Multikcha. O'rtamizda bola bo'lma. Siz jinnimisiz? Jinniga o'xshayapti. Voy, kommentingizga qancha yozdim. Sardor aka. O'qishni bilmayman, rost ekan, o'qishni bilmayman. Umuman o'qimayman-ku. Kommentga qarayman, senga qarayman. Go'zalim, qanday chiroyligini bo'lib turibsiz. Tillaring diye. İyi. Birinchi yashab ko'raylik deganim yulduzimizga to'g'ri keladimi? Bitta erga tegib menga, meni xarakterim senga to'g'ri kelmasa, seniki menga to'g'ri kelmasa, ikkalamiz Meniki aniq to'g'ri kelmaydi. Juda yomonman. balki men sendan ham yomon chiqaraman. Mehr ko'zda. Mehr beringchi. Suvcha. Bunaqa mehr nima qilaman sizcha? Erkatoy. Yumshoqcham, sariqcham. Bo'ldi, mehr kerak emas. Pigmentcham. Bo'ldi, mehr kerak emas. Ular. Yengiltakcham, suyuqoyoqcham. Qaraysiz, rahmat, salom. Nima deysan shu fikrga? Aytdim-ku, mehr bering, o'ylab ko'raman dedim. Mehrni uzoqdan beray. Distansiyani yaqinlashtirib bersam bo'lmaymi? Birinchi uzoqdan mehr berib ko'ring, keyin yoqsa yaqindan mehr berasiz. Tog'im, rahmat. Tog'im. Habib akam chaqiraman, siz yetib beradilar. Habib aka endi bo'lmasa Conor McGregor akani chaqiray. Conor McGregor akani chaqiray. Sizni Rimbo so'kyapti ekan. So'karsin. Ro'zakini so'karsin, xudodan topib ketaverasiz u ketganlar o'zi. U kim edi men uni so'kyapti ekan deb, uncha asabim buzyapman. Asabingizni buzdingizmi hojiga? Boya men aytdim. Nima qilasiz e'tibor berib deb. Unga ham bir jahlim chiqardi. Deb qo'ydim. Oshirib o'rganim uchun qaytarib gapirdim. Bo'lmasa ular abrashina qilib o'tirmayman. Pomnish tararara.
Sakarsan, ro'za kunida ro'zadamiz, og'zimiz ro'za, hozir ro'za tutib turibmiz. Endi kimdirlar ro'zani hurmat qilmasligi mumkin. Men hurmat qilganimcha 3 kundan beri ro'zada so'kinmasdan iloji bo'lsa efirga chiqmayapman kunduz kuni. Chiqsam ham so'kmayapman. Yani ro'zani hurmat qilganim uchun. Agar boshqa birov bo'lganda valdir mana o'zi odam deyapti, ro'za kuni birovni gunohini olish, birovni so'kish, ro'za tutgan odamni borku, anav qilish mumkin emas-da. Ko'ngilni og'ritish. So'kyorsan, so'kayotgan odam. Sasucha. Ikkalamiz yulduzimizga to'g'ri kelsa, baxtli bo'lib ketib, ikkita o'g'il tug'ib bersang, bittasini otini Diyor, bittasini otini Elyor deb qo'ysak. Bittasini otini Bekzod qo'yamiz. Bittasini otini Bekzod, bittasinikini Diyor qo'yamiz. Yo, bittasinikini Timur qo'yamiz, bittasinikini Bekzod qo'yamiz. Yo'q, Timur bo'lmaydi. Yaxshi emas Timur. Mayli. Bittasinikini Diyor qo'yamiz. Bekzod ham bo'lmaydi. Bekka deb chaqiraman, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nima deb qo'ysak? Qaysi ism yoqadi senga, go'zalim? Bekzod endi yaxshi emas-da, zamonaviy ism emas-da. Zamonaviy ism. Bekzod zamonaviy ism emas-da. Bekzodbek. Teshavoy deb qo'yishaymikan yo, Teshavoymi, Nazangulmi? Урес, это что, я не понимаю. Gaplash ilqim bu bilan. Buning bilan qoshi bilan mening qoshim ikkovi bir xil ekan. Go'ringqi bu bilan shilqim, men gapirsam energiyam ketib qoladi, 1 soat yarim chidab turishim. Дай название играешь? Не. Пока. Shilqim bizadan borka Luboy qo'rqadi shon. Bizdan qarab, men ham manekka o'xshayman, sen ham manekka o'xshaysan. Bizdan ko'radi-ku, birdan xayoliga mana Abitil Zila kinosi keladi. Shunday. Tushundingmi? Ikkalamiz ham qara, sen faqat ko'zi qisiqroq maneksan. Biron nima yonboshda shilqim, yonboshroqda plus qornim och. Odam tomog'ini cho'rma shilqim. Avtorit bo'lish kerak-da, avtorit duh bo'lish kerak, duh. Biza bilan gaplashish uchun a? Men TikTokka kirgan paytim hech qanday gapim, so'zim ham yo'q edi. Po'xuy o'zim o'ynaydim. Keyinchalik auditoriya bo'ldi, maydagina, keyin donat bo'ldi. Shilqim, mana ikkita qiz tortaman, guringini olasan. Men Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Sardor aka? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yo'qmisiz? Mayxon opa. Tinchmisiz? Rahmat. Shilqim shartdan o'ynamoqchi ekan sizlar bilan. Ro'za bayramlaringiz bilan kim? Shilqim. Men aytyapti. U bilan o'ynamayman. Nima uchun o'ynamaysan Shilqim bilan? Kelishmayman. Sabab? Sabab? O'ylab shart bersam, og'ziga kelgan gapni shart beradi. Og'ziga kelgan shartni. Endi Shilqim La Libozodani o'ynaydi-da. Shilqim, sen nima bola, sen bilan hech kim o'ynamay Shilqim. Men yetsam qochib ketadi. Qochmaydi, agar mashina qochsa 7-8dan borku, Samarqandga dastavka qilib jo'nataman buni, mashina orqasiga tiqib. Kapoti bilan. Undan ko'ra Qochmaydi, ikkisi bo'linglar qochmaydi. 100% qochmaydi. Qochsa dastavka qilib jo'nataman. Qashqadaryodan Samarqandgacha. siz bir adabini berib qo'ymadingizmi? Shartdan o'ynash qanaqa bo'lishini o'rgatib qo'ymadingizmi? Men adabini berib qo'ydim buni. Ramkaga